Avyekt paraplanchilar majmuasi Navobod hududidagi O'zbekistonda birinchi marta Xitoy Respublikasidan olib kelingan yengil konstruksiya kapsula uylarini qo'yish. Shu qatorda kapsula uylariga qarashli piknik zonalari, basseynlari, o'sha restoranlari, maqsadimiz shu ish o'rni ochish va tezlik bilan mana shu majmuaga investitsiya kirgizib, qurib bitirib aholini ish bilan ta'minlash. Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani Navobod MFI hududida Kristal MChJ tomonidan dam olish maskani qurilyapti. Vazirlar Mahkamasining 541-sonli qaroriga asosan jamoat eshituvi o'tkazdik. Ekologiyaga ta'sirini bilish hamda aholini fikrini bilish maqsadida jamoat eshituvi o'tkazdik. Loyihani asosiy rivojlantirish, obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlarini amalga oshirish etib belgilangan. Davlat ekologik ekspertizasi markazi bir qator talablar qo'yib berildi. Quruvchiga kanalizatsiya tarmog'iga ulanish, oqova suv tozalash inshootini qurish, daraxt kesmaslik, ko'kalamzorlashtirish va obodonlashtirish ishlari amalga oshirish talabi qo'yildi.